رمضان مبارك مبارك في قلوب تزداد السرور نرفع الايدي ندعو الله بالخير بالحب يغمرنا النور bemorlarni injiqligini mana shu qarg'ashasini ko'tarib yaxshi gapirib shuni so'zlar bilan mana shunday nima deydi bemorlarga nima deydi dardiga malham bo'lib kelyapsizlar. Alloh taolamiz hammani injiqligini ko'taradi. Bizni bo'lim ko'tarib turibdi. O'shada hammani injiqligi. Men qancha injiqlik qilardim. Ha? Sizlarga tutgan ro'zalaringizni Alloh taologa qabul etsin. Sizlarga katta rahmat. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi, holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar